uyga talpinmayotgan erkakda muammo bor. Chunki uyi notinch. O'shaning uchun aytaman, umr yo'ldosh tanlayotgan paytda ana kuni Instagramda nima chiqaruvdim, video chiqaruvdim, ko'pchilikning jahlini chiqardi. Men aytaman-da, birinchi uchrashuvga chiqyapsizmi? Masalan, agar bu ayollarga ko'proq tavsiya, erkakka kiyib kelgan anaqa kiyimi, soati, bo'ladi, sochini qayerga tarab olgani, tuflisi, mashinasi va hokazolarga qiziqmang. Agar bolada maqsad bo'lsa, bola sizga maqsadini aytsa, siz u maqsaddan ruhlansangiz va kelajakda o'sha maqsadning bir parchasi bo'lib qolish sizni ruhlantirsa, to'g'ri bola topgansiz. Hozir u bolaning puli bo'lmasligi mumkin. Hozir qanaqadir sharoiti bo'lmasligi mumkin. Lekin agar uni qo'ygan maqsadi sizni ruhlantirsa va siz uni bir parchasi bo'lmoqchi bo'lsangiz, ya'ningizdan chiqmasan, juda zo'r oila bo'ladi. Chunki siz uni bir parchasi bo'lmoqchisiz va siz o'sha insonga yetarlicha nima kerak bo'lsa ta'minlab berasiz.